Yettinchi bob. O'z ustingda ishlash. Samorazvitya. Samorazvityaning eng oxirgi bekati. O'z ustingda ishlash hech qachon tugamaydi. Inson yashar ekan o'sadi, o'rganadi, xato qiladi, tuzatadi, yana o'sadi, xato qiladi, tuzatadi. Bu jarayonni oxiri yo'q. Lekin bir kun keladi, sen bahona qilishni to'xtatasan. Sen boshqalarni ayblashni to'xtatasan. Sen o'zingdan qochishni to'xtatasan. Ana shu kun burilish nuqtasidir. Samorazvityaning eng oxirgi bekati mukammallik emas. Bu shunday darajaki, sen nihoyat o'zing bilan yuzma-yuz turishga tayyor bo'lasan. Sen ichki qo'rquvni tan olasan. Sen o'tmishni inkor qilmay qabul qilasan. Sen o'z hayoting uchun javobgarlikni to'liq o'z zimmangga olasan. Shu yerda o'zgarish boshlanadi. Endi sen boshqalarni fikriga qarab yashamaysan. Endi sen maqtovga muhtoj emassan. Endi sen tanqiddan qochmaysan. Chunki sening ichingda tayanch bor. O'z ustingda ishlash davom etadi, lekin endi u kurash emas, u ongli jarayon. Endi sen o'zingni majburlamaysan, sen o'zingni boshqarasan. Endi sen o'zingni sindirmaysan, sen o'zingni mustahkamlaysan. Bir kun keladi, sen tashqi tasdiqni izlashni to'xtatasan. Sen ichki tasdiqqa ega bo'lasan. Sen o'zingni bilasan. Sen o'zingni qabul qilasan. Sen o'zingga hukmronlik qilasan. Ana o'sha kun oxirgi bekat. Bu bekat manzil emas, bu holat, bu ichki yetuklikni belgisidir. Bu shuni anglatadiki, sen endi tasodifiy yashamaysan, sen ongli yashaysan. Sen hayotni kuzatmaysan, sen hayotni boshqarasan. Shuni unutma. Kuch tashqarida emas, tinchlik tashqarida emas, javob ham tashqarida emas. Hammasi ichkarida. Agar sen o'z ustingda ishlashni davom ettirsang, bir kun kelib qochishni to'xtatasan va o'sha paytda sen nihoyat o'zingga yetib kelgan bo'lasan. Ana shu samorazvityaning eng oxirgi bekatidir. Yettinchi bob, birinchi qism. Ichki ozodlik. Ichki ozodlik bu tashqi sharoit o'zgarganida keladigan erkinlik emas. Bu ichkarida paydo bo'ladigan holatdir. Bu shunday darajaki, inson vaziyatga qaram bo'lmaydi. U sharoit ichida yashaydi, lekin sharoit uni ichiga kirmaydi. Ko'pchilik ozodlikni pul bilan bog'laydi. Kimdir vaqt bilan, kimdir mustaqillik bilan. Ammo ichki jihatdan qo'rqoq, ranjigan yoki qaram bo'lgan inson tashqi erkinlikka ega bo'lsa ham ozod emasdir. Ichki ozodlik bu qo'rquv yo'qligi emas, bu qo'rquv seni boshqarmasligidadir. Bu og'riq yo'qligi ham emas, bu og'riq seni sindirmasligidadir. Bu tanqid yo'qligi emas, bu tanqid seni aniq yo'lingdan adashtirmasligidadir. Ichki ozod inson o'zini boshqalarni fikri bilan o'lchamaydi. U maqtovga suyanmaydi. U tanqiddan qochmaydi. Chunki uning qadr-qimmati tashqarida emas, ichkarida bo'ladi. Ozodlik bu ranjishdan chiqish, o'tmishni ko'tarib yurmaslik. Kechirish bu boshqani oqlash emas, o'zini og'irlikdan bo'shatishdir. Ranjish kishini bog'laydi, kechirim esa bo'shatadi. Ichki ozodlik bu ayblashni to'xtatishdir. Hayotdagi hamma narsani boshqalarga yuklash oson, lekin bu qaramlik.
ozod inson shunday deydi: men javobgarman. Mas'uliyat og'ir ko'rinadi, lekin aynan shu joyda kuch yashaydi. Ozodlik bu o'zini isbotlashga ehtiyoj sezmaslik. Odamlar ko'rmasa ham sen to'g'ri ishni qilasan. Kimdir maqtamasa ham sen qadriyatingga sodiq qolasan. Chunki sen ichki tasdiqqa egasan. Ichki ozodlik sukunatga o'xshaydi. U shovqin qilmaydi, u ko'zga tashlanmaydi, lekin u mustahkamdir. U insonni barqaror qiladi, u qarorlarni aniq qiladi. Shuni unutma, agar sen ichkaridan qaram bo'lsang, tashqi erkinlik seni qutqarmaydi. Agar sen ichkaridan ozod bo'lsang, hech kim seni to'liq bog'lab ololmaydi. Ichki ozodlik bu o'zini tanlash, bu o'zini kechirish, bu o'zini boshqarish va aynan shu yerda inson haqiqiy kuchni his qiladi. 7-bob 2-qism. Odamlar tasdig'iga bo'lgan ehtiyojdan chiqish. Inson tabiatan ijtimoiy mavjudot. U ko'rilishni, qadrlanishni, qabul qilinishni xohlaydi. Bu tabiiy. Ammo muammo tasdiqni xohlashda emas, unga qaram bo'lishdadir. Odamlarni tasdig'iga bog'langan inson o'z hayotini boshqalarni ko'zi bilan yashaydi. U qaror qabul qilayotganda ichki savol bermaydi: bu to'g'rimi degan. U boshqa savol beradi: odamlar nima deydi degan. Mana shu joyda erkinlik yo'qoladi. Tasdiqqa ehtiyoj qayerda keladi? Ko'pincha ichki yetishmovchilikdan. Inson o'z qadrini ichidan his qilmasa, uni tashqaridan izlaydi. Maqtov unga kuch beradi, tanqid esa uni sindiradi. Demak, uning tayanchi tashqarida. Lekin tashqi tasdiq doimiy emas. Bugun seni maqtashadi, ertaga tanqid qilishadi. Bugun qo'llab-quvvatlashadi, ertaga unutishadi. Agar sen o'z qadringni shunga bog'lasang, ichki barqarorlik bo'lmaydi. Tasdiqqa qaramlik belgisi doim yoqishga urinish, yo'q deya olmaslik, o'z fikrini yashirish, o'z ehtiyojini chetga surish, tinchlikni saqlash uchun o'zini yo'qotishdir. Lekin esda tut, boshqalarni rozi qilishga urinib, o'zingni yo'qotish eng qimmat narxdir. Tasdiqqa ehtiyojdan chiqish sovuqlik emas, bu befarqlik ham emas, bu ichki tayanchni topishdir. Bu shuni anglatadiki, sen o'zingni bilasan, sen o'zingni qadrlaysan, sen o'zingni tushunasan. Bu jarayon bir kunda sodir bo'lmaydi. Avvalo o'zingdan so'rashing kerak: men bu ishni chin dildan xohlayapmanmi yoki kimdir ma'qullashi uchun qilyapmanmi? Agar hech kim ko'rmasa ham men shu yo'lni tanlaymanmi? Haqiqiy mustaqillik bu ichki tasdiq. Bu shuni anglatadiki, sen to'g'ri ishni maqtov uchun emas, to'g'riligi uchun qilasan. Sen o'z qadringni olqish uchun emas, sodiqlik uchun tanlaysan. Odamlar seni har doim tushunmaydi. Ba'zan tanqid qiladi, ba'zan noto'g'ri baholaydi. Agar sen ichki markazga ega bo'lsang, bu seni sindirmaydi. Tasdiqqa ehtiyojdan chiqqan inson erkinroq nafas oladi. U o'z fikrini aytadi, u o'z chegarasini belgilaydi, u o'z yo'lini tanlaydi va eng muhimi, u o'zini hurmat qiladi. Shuni unutma, agar sen o'z qadringni bilmasang, boshqalar uni belgilab beradi. Agar sen o'zingni tasdiqlamasang, tasdiqni umr bo'yi izlaysan. Ichki tasdiq bu sukunatdagi ishonch va
Aynan shu ishonch insonni mustaqil qiladi. 7-bob 3-qism. O'z hayotingni rejissyori, muallifi bo'lish. Ko'pchilik hayotni yashaydi, lekin uni qurmaydi. Voqealar keladi, ular moslashadi. Sharoit o'zgaradi, ular moslashadi. Odamlar ta'sir qiladi, ular o'zgaradi. Bu yashash, lekin bu qurish emas. Muallif esa boshqacha yashaydi. O'z hayotini rejissyori tasodifga tayanmaydi. U reja qiladi, u poydevorni tekshiradi, u qayerga borishni biladi. U bugungi harakat ertangi natijani qurishni tushunadi. O'z hayotini memuari bo'lish bu javobgarlikni olishdir. Shunday bo'lib qoldi demaslik, sharoit aybdor demaslik, ular sababchi demaslik. Muallif shunday deydi: agar natija menga yoqmasa, demak rejani o'zgartiraman. Bu oson emas, chunki javobgarlik og'ir, ammo aynan shu og'irlik ichki kuchni beradi. Agar sen ayblashni to'xtatsang, o'zgarishni imkoniyati paydo bo'ladi. O'z hayotini memuari, rejissyori, muallifi bo'lish bu ongli tanlov qilishdir. Har kuni, har qarorda, kichik masalalarda ham qanday fikrlarni tanlayapsan? Qanday odatni shakllantiryapsan? Qanday odamlar bilan vaqt o'tkazyapsan? Bularni barchasi seni hayotingni qurmoqda. Ko'pchilik katta o'zgarish kutadi, ammo hayot kichik g'ishtlardan quriladi. Har kuni kichik intizom, har kuni kichik halollik, har kuni kichik jasorat, shu mayda qarorlar kelajakni yaratadi. Muallif poydevorni mustahkam qiladi. Sen ham ichki poydevorni mustahkamlashing kerak. Qadriyat, intizom, mas'uliyat. Agar ichki poydevor zaif bo'lsa, tashqi muvaffaqiyat uzoq turmaydi. O'z hayotini memuari, muallifi bo'lgan inson sharoitni kutmaydi. U harakat qiladi. U bahona qidirmaydi. U o'z ustida ishlaydi, chunki u biladi, hayot tayyor loyiha emas. Uni qurish jarayoni va qurish kerak. Shuni unutma. Agar sen reja qilmasang, tasodif reja qiladi. Agar sen tanglamasang, boshqalar sen uchun tanglaydi. Agar sen qurmasang, hayot seni quradi. Muallif bo'lish jasorat talab qiladi, ammo qurilgan hayot mustahkam bo'ladi. Va aynan shu yerda inson shunchaki yashamaydi, u ongli ravishda bu hayotni yashab o'tadi. 7-bob 4-qism. Ongli inson va mustaqil shaxs darajasi. Ongli va mustaqil shaxs darajasi bu yosh bilan emas, ichki yetuklik bilan belgilanadi. Ko'pchilik ulg'ayadi, lekin hamma ham yetuk bo'lavermaydi. Yetuklik bu mas'uliyatni olish, tanlovni anglash va oqibatni qabul qilish qobiliyatidir. Ongli inson avtomatik yashamaydi. U har bir fikrni kuzatadi, har bir qarorni o'lchaydi. U shunchaki reaksiya bermaydi, u javob beradi. Farq katta. Reaksiya hissiyotdan keladi, javob esa ongdan. Mustaqillik ham tashqi emas, ichki holatdir. U yolg'iz yashash yo'li yoki hech kimga tayanmaslik degani ham emas. U ichki tayanchga ega bo'lish degani. Bu shuni anglatadiki, sen qaror qabul qilishda boshqalarni doimiy tasdig'iga muhtoj emassan. Ongli shaxs savol beradi: nega men shunday o'ylayapman? Nega men shunday harakat qilyapman? Bu qaror meni qadriyatlarimga mosmi? U o'z fikrini tekshiradi, u o'zini aldamaydi.
Mustaqil shaxs boshqalarga qarshi emas, u shunchaki o'ziga sodiq. U boshqalarni fikrini eshitadi, lekin ko'r-ko'rona ergashmaydi. U maslahat oladi, lekin qarorni o'zi qabul qiladi. Bu darajaga yetgan inson boshqalarni ayblamaydi. U hayot shunaqa demaydi. U shunday deydi: men qaror qanday yashashni tanlayman. Men qanday yashashimni tanlayman. U o'z holatini o'zgartirish uchun o'z ustida ishlaydi. Ongli va mustaqil shaxs muvaffaqiyatda kibrga berilmaydi. Muvaffaqiyatsizlikda esa o'zini yo'qotmaydi. Chunki uning qadri tashqi natijaga bog'liq emas, uni ichki barqarorlikka egadir. Bunday insonni chalg'itish qiyin, uni qo'rqitish qiyin, uni boshqarish qiyin, chunki u o'zini boshqaradi. Ongli bo'lish bu hushyor yashash, mustaqil bo'lish bu ichki tayanch bilan yashash va aynan shu daraja o'z ustingda ishlashning pishgan mevasidir. Bu yerda inson shunchaki yashamaydi, u o'z hayotini ongli ravishda boshqaradi.